men o'ylaymanki ustozlarimdan yalchigan odamman. Mana hali aytdim, institutda o'qiganimda akademik Sarvar Qodirov rahbar bo'lganlar. O'sha Mirzacho'lga borganimda Xudoyor Latipov menga rahbar bo'lganlar, ustozlik qilganlar. Lekin umumiy shu faoliyatimda, ishlash, mehnat faoliyatimda Sharob Rashidovni xizmati juda ham katta bo'lgan, chunki meni ular markaziy komitetga ishga olib kelganlar. Men o'sha Sardoba tumanida ishlardim. Rahbariyat menga 1978-yilda yakuni bo'yicha paxta rejasi bajarildi. Tuman 1-2 yil bajarmagan ekan oldin, o'sha yili bajarib raport yozildi. Raportni yozish va uni Sharob Rashidovga olib borib berish menga topshirildi. Men uni to'g'ri ma'noda tushib markaziy komitetga olib kelganman. Shularda aytganimda meni shu Sharob Rashidovning kabinetiga olib borishgan. Shunda Sharob Rashidov juda xursand bo'lib, men bilan ko'rishdilar. Yana bir qayta so'radilar meni o'qiganlarimni, nimalarda o'qiganimni, qanaqa kitoblar o'qiganimni, nimalar bilan qiziqishimni, o'sha tumandagi ahvolni so'radilar. Odamlarda ahvolini, qiynalganlar bormi, qanaqa kasallar ko'p, turi bo'yicha qanaqa ko'p, ularga vaqtida yordam berilyaptimi, shifoxonaga borganmiz, shifoxonaning ahvoli qanday deb so'radilar. Bog'chalarga bordingizmi? Men o'shanda rayon komsomol komitetining birinchi sekretari edim. Keyin so'radilar, bu Sodiqjon Otaxonovning oilasi yaxshimi, bola chaqasi yaxshimi deb so'radilar. Endi men hayron bo'lib qoldim o'sha savolga. Endi aytishga qiynalib turdim, aytavering dedilar. Men aytdim, Sodiq Yusufovich Otaxonov o'sha Sardoba tuman partiya komitetining birinchi sekretari, O'zbekiston Oliy Sovetining deputati edi. Men aytdim, bu kishining oilasida juda bir muammo bor. U kishini 4 ta o'g'illaridan 2 tasi yosh kichkinalari shu kasal, oyoqlari yurolmaydi, harakat qilolmaydi. Shuning uchun o'zlari ham, yangamiz ham juda qattiq azobda deb aytib qo'yibman, yoshlik qilib. Shunday qalamni oldilarida qalam turgan haligi stakandan bir dasta qalamni olib g'ijimlab, nima bo'lgan ekan, men aytdim, bilmadim. Juda ko'p vrachlarga ko'rsatishdi menimcha. Endi o'zlari yurolmaydilar, yanga olib boradilar shu doktorlarga, menimcha uncha natijasi bo'lmayapti dedim. Shunda u kishi o'sha o'zlarini yordamchilaridan biri Tursun Umarovga telefon qildilarda, Moskvadan akademik Levon Aganesovich Balayanni chaqirtiring. U kishiga akademik Abdumannon Rahmonovich Rahimjonovni sherik qilib bering. Birga ular borib Sardoba tumaniga borishsin. O'sha yerda Otaxonovning 2 ta o'g'li juda og'ir kasal ekan. Uni ko'rishsin. Agar tumanda yana shunaqangi kasallar bo'lsa, hammasini ko'rikdan o'tkazsin. Agar ularga harakatlanishi uchun kerak bo'ladigan yordam kerak bo'lsa, O'zbekiston hukumatı tomonidan qilaylik, hamma chora tadbirlarni ko'ringlar deb aytdilar. Shu ko'zimdan men u bolalarni har kuni ko'rardim. Kinoyimni ko'rardim. Otaxonovning ezilishlarini ko'rardim. U begunoh bolalar birdaniga osmondan farishtaday yordam keldi. Bir oy o'tmasdan keldi. Balayan bilan Rahimjonov domla kelib ko'rib, u bolalarni tekshirishdi. Butun tumanda shunaqa bolalar ham bor ekan, bir 10 ga yaqin 10 atrofida shunaqa kelishdi, olib kelishdi ota-onalar. Endi shu men o'ylayman ko'plari yaxshi bo'lib ketdi. Shularga Sharob Rashidovich o'sha paytda juda ham bir taqchil edi bu haligi aravachalar yuvardilar. Ularga maxsus shu dorilar Toshkentdan o'sha Rahimjonov rahbarligidagi institutga topshirdilar. Sizlar shularni bitta bu tumanda emas, butun mana shu respublikamizdagi mana shunaqa kasallikka uchragan bolalarga alohida e'tibor beringlar deb maxsus qaror qilib ularga g'amxo'rlikni oshirdilar. Bu bitta fakt. Mana shu boya aytdim, o'zim guvoh bo'lgan, o'zim oldinlarda turib guvoh bo'lgan 81-yil
majlis qildilar markaziy komiteti hovlisida. Birdaniga men ham o'sha yerda ishlardim. Majlis o'sha texnikani ko'rsatilyapti. Yangi chiqqan traktor, yangi chiqqan paxta terish mashinalari va boshqa texnikalarni ko'rsatayotganda kutilmaganda meni otimda aytib qo'ydilar. Muhiddinjon Shardanmisiz dedilar. Mana bu kishi Mirzacho'ldan kelgan, muammolarni biladilar. Qani Mirzacho'lda nima muammo bor dedilar. Men aytdim, hayron bo'lib qoldim. To'g'risi og'zimga gap ham kelmay qoldi. Esankiraganday gapimni yo'qotib, Sharof Rashidovich, o'zingiz har safar borganda mexanizatorlarga e'tibor deb aytasiz. Mana o'zim ham men mexanizatorlarni o'qitdim, o'zim ham birga ular bilan birga paxta terdim, yer haydadim. Lekin sharoit yo'q, o'zingiz ham aytardi, shu sharoitni to'g'rilashimiz kerak deb sizni aytganlaringizni qilishmayapti debman-da. Nimada dedi? Mana dedim, o'tirg'ich metaldan bo'lgan. U ayollar, qizlar qanday o'tiradi unga? Ko'rpacha olib kelib o'tiradi, bir ko'tarib otsa, uni tamom o'pkasini tushirib qo'yadi. Bu paxtani dori bilan ekamiz, hasharotga qarshi ishlaymiz. Bu kabina yo'q. Kabina bo'lmasa, butun dunyoda bor, O'zbekistonda yo'q. Paxta ekish bilan shug'ullanayotgan joyda bo'lish kerak. Mana siz mana shuni aytyapsiz, o'sha qilib beramiz, bu cho'zilib ketdi dedim. Shuni dedim, tezlashtirish choralarini ko'rmasak, mexanizatorlar 30 yoshdan tepasi dedim, hozir dedim traktorga yaqinlashmayapti dedim. Ular hammasi sirroz kasaliga uchrayapti dedim. Bu keyin bilsam juda ham noqulay, yomon gaplarni gapirib qo'yibman, yoshlik qilib. Lekin o'zlari ilgari bizlarga aytgani uchun shu uchrashuvlarda quloqimda qolgani uchun aytib qo'ydim, shu ishlarni Sharof Rashidovich qildilar. Mana shu ishlar qilindi. Mexanizatorlarda sharoiti yaxshilandi. Texnikani haligi nimasi juda ham yaxshilandi. Hozir mana qarang, dunyoning eng yaxshi firmalaridan eng chiroyli traktorlar keladi. Xuddi Mercedesda haydaverasiz. Odamlar ham kasallanmaydi, himoyalanganda. Shuning uchun o'shalarni ko'rib Sharof Rashidovichni bu dahosiga qoyil qolganman. Ikkinchisi yana bitta bordilarda menga aytdilar, bu yer ostidan sug'oryapsiz ekan. 5 gektar yerga tajriba qilib biz paxtani tagiga yer ostidan sug'ardik. Endi hali birinchi yilida 73-yil qilganmiz. Butun hamma borib u tomosha qiladi uni. Paxta juda zo'r bo'ldi. 55 sentnerdan bo'lgan. Suv nimasi sarfi 15% rejadagidan. Lekin haligi unaqaga ishlatilgan quvurlarga ishlatilgan, har xil texnikaga ishlatilgani birinchi 1 yilda o'zida o'zini oqlar ekan u. 1 yilni o'zida. O'shanda Sharof Rashidovich aytganda, bu yerlarimizga agar shu yer ostidan yoki tomchilatib suvda agar o'tkazmasak, biz suvdan juda qiynalamiz. Hali bunday dedilar, 5 yil o'tadi, 10 yil o'tadi dedilar. Mana u kishi o'tgandan 40 yil o'tgandan fanda eng yuqori cho'qqisi. O'sha paytda bu kishining dahosi shunday ekanki, shuni ko'rar ekanlar. Keyin bir kuni o'sha direktorimiz, o'sha oqsoqollar aytdi, Sharof aka dedi, mana shu sizga dedi, ketib qolmang dedi, hozir bitta mana dedi, opamiz dedi, sizga non yopyapti dedi, sizga atab dedi. Shu qarang, ulgurmay qopdi-da. Qani dedilar, shoyga kirdilar. 75-yilida shu uyga kirib bordilar. Endi uy qarang, o'sha haligi hozir kotej deyshadi, hozir ham kotej deyshadi. 1 etajlik, 1 qavatlik, oldida 6 sota yeri bilan, molxonasi bilan tandirxonasigacha bordi endi yerda. Shu tandirxonaning oldigacha bordilar. Hamma kirib bordi endi. Ishonasizmi? Odamning jonidan boshqa hamma narsa bor hovlida. Hamma narsa ekilgan. Uzumlar ko'tarilgan, o'sha haligi bir bog' tomorqa bo'lganda bu. Shu nonni oldida haligi ayol ko'tarib keldi-da. O'sha uyga kirdilar, hovliga. Shun kirdilar, qarasa hamma narsa bor. Men shunday qo'llarini qilib, jannat qo'yaribsiz-ku dedilar. Keyin tandirdan haligi non olindi. Non olinib shunday oldilarda shunday ozginagina sindirib og'izlariga soldilar, keyin yondagilarga berib, "Opa" dedilar. Shundan 2 donasini Husan opangizga olib borsam maylimi dedilar. O'zbekistonning rahbari bunchalik kamtarinlik, bunchalik samimiylik, men hayratga tushganman. Mana endi qarang, o'zim yozuvchi bo'lib, kitoblar yozib, Sharof Rashidovni yozgan kitoblarini
o'sha Qudratli to'lqin, G'olib, Bo'rondan kuchli kabi hamma kitoblarida endi o'qisam, u kishi hayotda o'sha kitoblarida yozganlarini hayotda ko'rib keyin yozganlar ekan yoki hayotga tatbiq qilganlar ekan. O'sha cho'lda ochilishini har bir kitob uni bosh reja desangiz bo'ladi, loyiha desangiz bo'ladida, shunchalik mukammal yozganki, hozir shunday borib turib kanal qazisangiz bo'ladi. O'sha traktorda ishlatsangiz bo'ladi. O'sha suvchini ishlarigacha ko'rsatib berganda, shu Oyqizni ishlarida o'sha haligi ayollarda o'sha cho'lda qana qilib o'zini tutayotganlarigacha yozganda, bu shunchalik bir haligi haqqoniyki, o'sha xuddi yoningizda yurganday, o'sha Oyqiz yurganday, Pagodin yurganday, Jo'raboyev yurganday, xuddi o'zingiz shular bilan birga yurasiz. Keyin u tasvirlash benihoya usta bu odam. Yozuvchi sifatida nihoyatda qudratli odam ki o'sha haligi o'zini asarlarida o'zini kelajakda qiladigan ishlarini dohiyona hali bu katta ishlarga haligi kelmaslardan oldin u mana shu Mirzacho'llarda, Jizzax cho'llarini, Qarshi, Qoraqalpoq, Farg'ona cho'llarini, Surxon cho'llarini o'zlashtirishda o'zini kitoblarida reja qilib yozib qo'yganlar ekan deyman-da. Odamlarni bir-biriga munosabatlarini, o'sha kechinmalarini, his tuyg'ularini shunaqa bir go'zal qilganki, shu tavba qildim, o'zimda ham ichimda qanaqadir shuna his tuyg'ular, bir narsa yozib, bir narsa qilmoqchi bo'lsam, o'sha kitoblari xuddi shunday bo'ladi-da. Shunchalik haqqoniy hayot, baddiy to'qimalarsiz, nihoyatda bir go'zal, tushunarli, dillarda, suyaklarda iliklarigacha titratib yuboradigan haligi sahnalarni ko'rsatganki, men o'ylayman, bu qanday bir daholikki, bu shu oldindan bilganlar ekan shu ishlarni qilishini deb. Endi bu odam menimcha juda ham to'g'ri-da. Bu ko'p odamlar mendan so'raydi, mana qo'llarida ishlagan ekansiz, bu odamni kuzatgan ekansiz. Men endi juda ko'p uchrashdim deb aytolmayman. Men bloknotimda yozilgan shu yo 14 yo 15 marta suhbat bo'lgan kishi bilan men ish sharoitimda. Chunki o'sha markaziy komitetda ishlaganimda shunaqa bir masalalar bo'lib qolardi. O'shanda bizda bo'lim mudirimiz bo'lmagan paytlarda meni chaqirishardi, shuni mendan so'rab maslahat berganlarini men yaxshi bilaman. Masalan, ulguradi deyish savolingizga aytaman-da, bu kishi meni shu hozirgi avtomobil zavodi bir Asaka. Shuni agar yolg'on bo'lmasin, shuni 40 ming kvadrat metr maydonni ishlab chiqarish maydonining qurilishini men boshqarganman. Hatto Toshkentga ham kam kelganman. Endi o'ylab qarasam, bu odamda atrofida, Sharof Rashid atrofida, o'z atrofida ish qiladigan, haligi nimani ziyofatni emas, ishni o'ylaydigan, o'sha haligi qo'li bilan g'isht qo'yayotgan, qo'li bilan traktor haydayotgan, aytaylik o'sha mashina issiqda mashina haydab yurgan odamlarni, traktorchilarni, suvchilarni o'ylaydigan rahbarlarni topgan ekanda. U vaqtlarda Sharof Rashidov davrlarida unaqangi haligi uy qurilish, uybozlik, mashinabozlik, ziyofatbozlik, to'ybozlik, haligi manmanlik degan narsalar qirqilib tashlardi tomiridan. Hech kim uni o'ylamagan, hech kim. Mana o'zim shunday vaqtlar bo'ldi. Jizzaxda, Sirdaryoda rahbar bo'lib ishladim. Shu Sharof Rashidovni muomalasini qilganim uchun, Sharof Rashidovda odamlarga ochiq bo'lganim uchun, ular bilan birga o'tirib ovqat yedim, ular bilan birga yotdim, o'sha dalani o'ziga borib yotdim. Yoki qurilish bo'ladigan bo'lsa, shu qurilishdan chiqmay ularga sharoit yaratilguncha qaratib birga turdim. Chunki Sharof Rashidov shunday qilganda ko'rganman-da, qush uyasida ko'rganini qiladi. Shuning uchun o'sha yerda agar biron narsaga erishgan bo'lsam, bu albatta o'sha Sharof Rashidovning bergan ta'limi. Endi u kishi o'zlarini vaqtlarini juda ham yaxshi menimcha taqsimlardilar-da. Juda ham haligi taqsimlashga usta bo'lgan odam. Juda ham yaxshi taqsimlaganlar. Biron bir soha yo'q ediki, u kishini nazaridan chetda qolsa. Bu sog'liqni saqlash bo'ladimi? Bu yozuvchilarni gonorari bo'ladimi? Jurnalistlarni qo'llab-quvvatlash bo'ladimi?
yoki yozuvchilar haligi olimlarda bir haligi tug'ilgan kunlarda ularni rag'batlantirish bo'lardi. Bu kishini esda turardi. Bu kishi ularni hech qachon unutmasdi va asosan bu kishi mana shu ishlarni qilib turib bosh vazifa ishlab chiqarish, sanoat ishlab chiqarish va qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarishni yuqori suratlarda sifatli qilishni doimo nazorat qilardilar va qalblari buyurgan ishda ham bilmadim endi hamma vaqt mashinadami, samolyotdami, vagondami qilaverganlar. Ijodlari hech qachon o'chmagan. Rahmat.